Kutubxona qizlar orzulari makoni. Kutubxona bu sukut va sehr uyg'un joydir. Bu yerda har bir javon, har bir sahifa orzular sari ochilgan eshikdir. Bu maskanga kirgan har bir qiz go'yo yangi olamga qadam qo'yadi. Kitoblar bilan suhbatlashadi. Har bir satrda o'zini, o'z orzusini topadi. Kimdir shoir bo'lishni, kimdir o'qituvchi yoki kimdir shifokor bo'lishni orzu qiladi. Kimdir esa kitoblar orqali o'z yo'lini, hayotdagi maqsadini topadi. Kutubxona bu orzular makoni. Bu yerda qizlar faqat o'qimaydi, ular o'sadi, fikrlaydi, ulg'ayadi. Kitoblar esa ularning eng yaqin do'sti, eng samimiy suhbatdoshidir. Har bir varaqlangan sahifa yangi umid. Har bir o'qilgan satr esa yangi orzuga qanot bag'ishlaydi. Kutubxona bu sokinlikda yashiringan sehrdir. Bu joyda vaqt to'xtagandek tuyuladi. Ammo orzular harakatda bo'ladi. Chunki kitob o'qigan qiz hech qachon yo'lini yo'qotmaydi. U bilim bilan yuksaladi, donolik bilan bezanadi, orzular bilan yashaydi. Kutubxona bu qizlarning yuragidagi yashovchi nurdir. Bilim, orzu va kelajak uchrashgan muqaddas makondir. Kutubxona orzular boshlanadigan joydir.